Kechagi qo'yilgan qabrda itlar titib maydalab yuboribdi. Yurish qani. Mana bolalar. Yo xudoyim-ey. Buni birov bilmasdan tezroq joyiga qaytarib ko'mpil bor lapatini olib Lapakini olib kelaman. Lekin joyiga qaytarib ko'mpil. Bu odam o'zi kim edi? Men bu odamni tanirdim. Juda ko'pchilikni aldab pullarni bermasdi. Mashinli odam edi. O'zi bu odamni yer ham qabul qilmagandi. Shuning uchun dushga ko'mib qo'ygandik. Esi, shuncha qarzni o'libdi-da. Ha, janoza kuni ham haqdorlar qarzini so'rab kelganda bironta bolasi bo'yniga qarz olishmadi. Ichidan bitta mard kuyovi chiqib o'z bo'yniga olgandi qarzlarini. Shuncha yangi qabr turib, it ayni ashinka olganini qarang. Kuyovi qarzni bo'yniga olgani bilan to'lamaguncha bo'ynidan qolib ketadi bari. Bu video ibrat uchun olindi. Buni qarzdan qo'rqmaydigan tanishlarga tashlab qo'yinglar.